Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz rivojlangan mamlakatlarda pedagogik kompetentlikka oid ilmiy yondashuvlar. Sizlarga bugungi video darsni tushuntirib o'tadi Mansur va Gulsara. Reja asosida sizlarga mavzuni to'liqroq yoritib beradigan bo'lsam, birinchi rejamiz AQSh va Yevropa davlatlarida pedagogik kompetensiya bo'yicha ilmiy yondashuvlar. Ikkinchi reja asosida Rossiya olimlari tomonidan pedagogik kompetensiya bo'yicha ilmiy yondashuvlar. Uchinchi reja asosida O'zbekistondagi pedagogik kompetensiyaga oid ilmiy qarashlar. AQSh va Yevropa mamlakatlarida kompetensiya tushunchasi bu xodimning kompaniya kutayotgan daraja va belgilangan tarkibda ishlab chiqarish xulqini muntazam ravishda namoyish qilishga tayyorgarlik qobiliyati demakdir. Kompetensiyalar tizimi yaratishda tashkilot xodimlarining faoliyatiga taalluqli muhim mezonlar majmuasi standart talablarga asosan tuzadi. Shuningdek, kompetensiya xodimlarining tashkilotda ham professional, ham ijtimoiy jihatdan tengligi xususida guvohlik beradi. Tayanch kompetensiyalar 20-asrning 90-yillarida mutaxassislarga malakaviy talablarni qo'yuvchi xalqaro mehnat tashkiloti malaka oshirish hamda boshqaruv xodimlarini kasbiy qayta tayyorlashda tayanch kompetensiya degan tushuncha fanga kiritildi. Tayanch kompetensiyalar turli xil kasbiy birlashmalarda mutaxassislarning ijtimoiy professional jihatdan ta'minlanishi hamda faoliyatga moslashishda xodimlarning xizmat vazifalaridan kelib chiqib o'ziga xos xarakter kasb etadi. AQSh va Kanada, Avstraliya va bir qator Yevropa mamlakatlarida pedagogik kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimi yaratilganligi ko'zga tashlanadi va ular bu muammoni ma'lum bir tizimga solib keng o'rganmoqdalar. AQShda kompetensiyaviy yondashuvning falsafiy asoslari masalalarida ularning global maqsad va vazifalari, tashkiliy tizimi mohiyati, ta'lim standartlari sifati, ta'limning sifatini nazorat qilish, oliy pedagogik maktablarning faoliyati aks ettirilgan mualliflar M. Apple, D. Armstrong, D. L. Ball, D. Barnes, F. Baumgartner, Sorter va boshqalar. Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga mukkasidan ketganligi yaqqol ko'rinadi. V. Slasenin, I. Isayev va boshqalar tomonidan yozilgan pedagogika o'quv qo'llanmasining 3-bobi pedagogning kasbiy kompetensiyasiga bag'ishlanib, bu tushuncha va mahorat haqida fikrlar beradi. Mualliflarning ta'kidlashicha, pedagogik kompetensiya tizimi amaliy va nazariy tayyorgarligi pedagogning kasbiy kompetensiya kabi boshqaruvi va shakllantiruvchi xususiyatiga ega shaxs shakllanishi boshqarishi kompetentlikka talab qiladi. Bu o'zida o'qituvchining nazariy va amaliy tayyorgarligini jamlagan holda uning kasbiy mahoratini namoyish qiladi. U yoki bu yo'nalish bo'yicha o'qituvchining malakaviy tasnifi pedagogik kompetensiya modeli me'yorlari bilan o'lchanadi, deb yozadilar. V. Bolotov va Serikovlarning fikriga ko'ra, kompetensiya nuqtai nazaridan yondashuv talabaning bilimdonligi emas, balki muammolarni hal qila olish qobiliyatini ko'rsatadi va eng birinchi darajadagi zarur qobiliyati deb baholaydi. Bondarevskaya va Kulnevichning ilmiy izlanishlarida talabalar yig'adigan kompetensiya unsurlari va asosiy maqsadga pedagogik faoliyat olib borish uchun yo'naltirish yoki zarur bo'lishi lozim deb hisoblaydi. Yeligina va Paxlebovlar tomonidan Rossiyaning Fundamentalnoye исследование jurnalining 2012-yil 3-sonda e'lon qilingan Kompetensniy
подход организации обучения студентов в педагогическом вузе ilmiy maqolasida kompetensiya yo'naltirilgan ta'lim sharoitida talaba o'z faoliyatidan ijodiy natija oladi va shu birgalikda muvaffaqiyat qozonishning usullari, yo'llari, metodlari, yondashuvlari va uslublarini o'zlashtirib oladi. Aynan talaba tomonidan yaratilgan ijodiy natija talaba bilan o'qituvchining hamkorlikdagi ijodiy natijasi hisoblanadi. Talabaning o'zlashtirishdagi baho berishda maqsad berilgan ta'limning qanchalar samarador bo'lganligi darajasini aniqlab, bu birinchidan maktabda olgan nazariy bilimlarning darajasini bilish, ikkinchidan undagi kompetensiya shakllanishi, amaliyot paytidagi muvaffaqiyatli faoliyatni yanada tezlashadi. O'zbekistonda mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimining malaka oshirish bo'g'inida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, uni amalga oshirish, hozirgi davr istiqbollari talabalaridan amaliyotchi o'qituvchilar yetarli hamda samarali foydalana olmayaptilar. Buning asosiy sabablari malaka oshirish muammolari yetarli darajada tadqiq etilmayotganligi, faqat sanoqli olimlarning kompetensiya nuqtai nazaridan yondashuvga e'tibor qaratganligidadir. Respublikamizda malaka oshirish muammolari va kasbiy kompetensiya masalalari bo'yicha Adizov, A. Ahmadov, A. Aminov, T. Hurvaliyeva, N. Muslimov, Sh. Saidqulov kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Bu tadqiqotlarda asosan malaka oshirish tizimini takomillashtirishning tashkiliy, pedagogik masalalari va pedagogik tashxis masalalari o'rganilgan. Bizning yurtimizda biror bir kasbkor egasi o'z kabineti mahorati bilan egallanib, uni shogirdlariga o'rgata boshlasa, uning nomiga mazkur kasb atamasini qo'shib atay boshlaganlar. Mosh tabib, Omon tabib, Oboqulov Kulol, Latif Sartarosh, Murodjon Hofiz, Mamotoy temirchi yoki Mamotoy aka pichoqchilar va hokazo. Bu e'tirof aynan shu odamning ma'lum bir kasb egasi bo'lganligi uchun emas, balki yuksak hudud aholisining biron bir kasb bilan shug'ullanishda ham shunday e'tirofga yuksak muvaffaqiyatlar orqali erishganliklaridan dalolat beradi. Chust pichoqlari, chust do'ppisi, Rishton kulollari, Urgut kulollari, Samarqand nonvoylari, nonlari va hokazolarni o'z ichiga oladi. Kompetensiya lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida munosib, to'g'ri keladi yoki mos keladi ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi. Ko'p hollarda kasbiy kompetentlik atamasi qo'llaniladi. Bu so'zlar kasbiy vazifalarni amalga oshirish, o'z amaliy tajribalarini bilim va ko'nikmalarida muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyati deb tushunsa bo'ladi. Kompetensiya huquqshunoslik atamasi aniq organ yoki shaxsning vakolatiga kiradigan huquq va burchlarini bo'lib, davlat va jamoat tizimida mazkur insonning o'rnini belgilaydi. Bermusnifrga ko'ra, kompetentlik takomillashib borayotgan shaxsning barcha xislatlarini, bilim, tajribasi, umuman olganda butun borlig'ini yagona tizimga birlashtiradi. Kompetentlik bu nafaqat shaxsning bilimdon ekanligi, balki o'z bilimlarini uzluksiz ravishda yangilab borish hamdir, deydi Choshanov. Arorovning fikricha, kompetentlik mutaxassisning ma'lum bir faoliyat uchun tayyor ekanligini bildiradi. Noaniq vaziyatlarda faoliyat ko'rsata olish qobiliyati bu kompetentlikdir, deydi Lebedov. Kompetentlikda insonning intellektual, shaxsiy, ijtimoiy, kasbiy hayotiy faoliyatiga asoslanadi, deb yozadi Zimnyaya. Bu ma'lumotlarni sizlar meni eshitganingiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat.